Assalomu alaykum azizlar, navbatdagi velosipedimiz tayyor bo'lib bitib chiqdi. Fayzulloh shogird bitta mana oyog'ini ko'rib bitta tekshirib beradi. Qattiq meni ko'ringchi, qani. Ha, yashab oling. Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan 28 razmer, 7 ta skorslik MSU ekan, MSU. Xo'p, buni video obzori MSU, alyumin rama, alyumin qasqon, original kapronli pakrushka mana. Tortiqchilari bor, setka bor, binusli gradus. Mana holatlar skori 7 ekan mana. Shram 7 tali apparat. Kimga shu velosipedimiz qiziq bo'lsa, mana holatlari, faralari bemalol murojaat qilaverasizlar. Aytgan viloyatingizga, shaharingizga chiqarib beramiz. Mana holatlari. Radnoy kraska, MSU uzuniki, vilka amortizator, plastmassa qanot, chiridi, zangladi bo'lmaydi. Mana kamera holatlari, oldi vtulkasi. Juda ham qulay minishga. Bunisidan eksentrikdan bo'yizga moslamatsiz bo'ladi. Xullas Ramazoni sharifga mazza qilib masjidlarga, yaqinlar ziyoratiga, ro'zg'orga, oilaga mazza qilib minadigan narsa. Pulini arzon qilib qo'yamiz azizlar. Hop, 2.800.000 dastavka xizmati ichida aytgan viloyatingizga yetib boradi. Mana bitta yangiligimiz bitib chiqqan velosipedimiz. Hali bizda bunaqa velosipedlardan juda ham ko'p, serob navbat bilan bitib chiqyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.